2. Reading part 2 bilamiz, reading part 1dan keyin keladi va bu ham oson partlardan biri hisoblanadi. Darajasi, o'rtacha darajasi B1, B2 darajada bo'ladi. 8 ta savol bo'ladi. 8 ta savol va savollar soni 7 dan 14 gacha bo'ladi. Buni haqiqiy imtihonda ikki xil turi bor. Ya'ni bu qanday tushadi odatda? Xo'p, bitta ko'rsataman, qarang. Imtihonda qanday tushadi? Imtihonda mana bunaqa tushayotganlar ham bor. Matnli tushayotganlar bor. Matnli paragraflar tushayotganlar bor. Yokida mana siz ko'rgan Multiple Master, Multiple Achiever kitoblarida mana shu narsalar bor. Bu ham imtihonda bo'ladi. Ya'ni e'lon shaklida tushishi mumkin, reklama shaklida. Bu ikki xil turi bor. O'sha matn va reklama shaklida tushadi odatda. Butun boshli paragraf, butun boshli passage, ya'ni matn 8 ta paragrafga bo'linadi. 8 ta paragraf hammasi bir xil mavzuda bo'ladi. Misol uchun mana bu bizlar bugun tahlil qilayotgan paragrafimiz xo'p, study haqida ekan, o'qish haqida. Hammasi o'qish haqida bo'ladi. Bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Va har bir paragrafda o'ziga yarasha, misol uchun o'qishda birinchisi yaxshi tomonlarini aytsa, keyingisi yomon tomonlarini aytadi. Undan keyingisida misol uchun qanday o'qish mumkin, qanday ko'p dars qilish mumkin, shu haqida gapirish mumkin. Va bizlarga 10 ta statement beradi. Tushuntiraman. Mana bu statement deyiladi. A dan toki J gacha bular statement deyiladi. 10 ta bular nima desam ekan? Sarlavhalar bular. Umuman olganda. Mana 7dan toki mana bu 10 gacha yoki 14 gacha mana bular. Mana bularda. Yo, mana bular. Mana shular paragraf. Paragraf degimiz bir nechta gaplar tuzilmasi paragraf deyiladi. Xo'p, ana endi bular 10 ta bo'lyapti. Mana bular 10 ta bo'lyapti. Paragraflar esa nechta bo'lyapti? 8 ta paragraf bo'ladi bizga. Demak, bulardan ikkitasi, mana bu ikkitasi ortiqcha ekan va bizlar chalg'itish uchun qo'yilgan. To'g'rimi? Ortiqcha va bizdan chalg'itish uchun qo'yiladi bu asosan. Xo'p, ana endi bizlar hozir sizlar bilan ishlashda texnikalarni o'rgatsak. Xo'p, birinchidan bitta paragraf boshlaymiz va umumiy ham paragrafga bitta qarab olamiz. Mavzusi nima haqida ketyapti? Umumiy bitta paragrafga qarab olganda sразу bilinadi. Ya'ni mana reading speed, comprehension deyapti, noisy environments. Bu albatta o'qish haqida ketyapti. Mana shu mavzusini aniqlashtirib oldim. Keyin paragraf 7 dan o'qib boshlaymiz va uni qani detallarni, qanday vaqtlari, o'sha keywordlariga yaxshilab e'tibor beramiz. Keywordlari, misol uchun reklama qilayotgan bo'lsa, biror do'konni yoki kiyim-kechak agar reklama qilyapti, uni bizlar lokatsiyasi muhim bo'ladi, to'g'rimi? Uni ish vaqti muhim bo'ladi. Kiyim-kechaklar narxi muhim bo'ladi. Imtihonda mana bunaqa qilib bo'ya olmaysiz. Siz shunchaki siz tagiga chizib qo'ysangiz bo'ladi imtihonda, to'g'rimi? Siz tagiga chizsangiz bo'ladi. Shu tagiga chizib keywordlarni aniqlab olasiz o'zi. Xo'p. Va analiz qilib hammasini o'sha nima edi? Statementlar tanasangiz bo'ladi. Xo'p. Hozir men mana bu 7 dan 10 gacha o'zim analiz qilib beraman va mana buni esa sizlar analiz qilasizlar, xo'pmi? Sizlarga beraman bu yog'ini. Mana reklama shaklini sizlarga beraman. Reklama shakllari salgina osonroq bo'ladi. Shuning uchun bu yog'ni sizlar ishlaysizlar. Xo'p. Ovoz ekranda muammo yo'q. Boshladik. Mila often finds herself rushing to finish assignments and
living region until the last month. She wants to learn how to make better use of her time so she can feel more in control and avoid a late night studying. Mila tez o'zining assignmentlarini tugatib qo'yadi. Assignment degani nima desam ekan? O'qituvchilar asosan bu o'qituvchilarda ham bo'lar. Assignment. Ana assignment nimaga aytilar? Umumiy bitta bu ham assignment is oral discussion of topic. Aloqa yaxshi emas. Ovozim bormayaptimi? Ovozim bormayaptimi mana? Yo, ekran ko'rinmayapti. Yo, YouTube'da o'tolmaymiz. Endi YouTube'da o'tmaymiz. Ovoz ekran yaxshi. Zoom'ga kirishni bilasizlarmi? Zoom olib bersam hozir. Zoom olib beraman hozir. Xo'pmi? Zoom olib beray. YouTube'da o'tolmayman-da. Chunki kecha bir janjal qoldi, YouTube'da o'tolmayman. Yana shu YouTube bo'yicha bo'ldi bu ham. Mayli, hech narsa qilmaydi. Zoom yo'qayapman. Endi mabodo ishlamay qolsa-da, xo'pmi? Zoomga brauzer o'zidan kirsa bo'ladi. Xo'p. Mana bunday qilamiz. Hozir linkini sizlarga tashlayman, Zoom'dagini. Mana Zoom link ketdi. Ovoz ekran yaxshi bo'lmasa, mana Zoom shunday kirasizlar. Bo'ldi. Momo yo'q, xo'pmi? Momo yo'q. Xo'p. Endi ba'zan ovoz bormay qoladi-ku. Ertaningizga bog'liq-da u. Ertaga yaxshi joyga o'tirib olsangiz, ovoz birdek sizga normal holatda boradi. Xo'p, va o'sha takrorlab turar ekanda o'tgan mavzularni va u qanday qilib yaxshi vaqtdan foydalanish haqida ko'p xohlar ekan, vaqtdan yaxshi foydalanishni va shuning uchun u nazorat bilan testlaridan odatda kechqurun qilar ekan. Xo'p, bu yerga endi ajoyib bo'ladi. Wants to improve how she plans her study time and avoid to last minute pressure. Odatda bir narsa bor. O'quvchilar, misol uchun siz study so'zini paragrafda ko'rib qoldingiz, mana 7 da ko'rib qoldingiz. D javobda study so'zi bor ekan. U javob bo'lmaydi. Tushunarlimi? U javob bo'lmaydi. Chunki bir-biri bilan ajralib turadi. U umuman javob bo'lmaydi. To'g'rimi? U umuman javob bo'lmaydi. Nimaga u javob bo'lmaydi? Chunki siz ko'rgan so'zingiz javob ketavermaydi. Uni ma'nosi boshqa bo'ladi. Aytayapman, paragraf bitta mavzu bo'ladi. Mana butun boshli paragraf. Mana segmentlar ham mavzusi bir xil. Segmentlarning mavzusi ham bir xil. Shuning uchun. Xo'p, Jin doesn't enjoy studying alone. U yolg'iz o'qishdan, dars qilishdan rohatlanmagan. Va o'zini boshqalar bilan dars qilar ekan, ya'ni gaplashib, boshqalar bilan dars qilar ekan. Uning qarashicha, u hozirda environment, ya'ni atrof muhitni o'qiyapti va
yangi g'oyalar olyapti va yordam beryapti. Bunga B javobimiz bo'ladi. Learns group of discussion, ya'ni jamoat joyida o'sha jamoa bilan dars qilish va ideas to press. Mana bu yerda ham bor. To'g'rimi? Sevib ketdi. Qaranglar. Mana bu ekranni bitta bosasiz, o'rgataman ovoz baland qilish. Ekranni bitta bosganingizda, misol uchun mana mikro chiqmaydi. Mana bitta odam mana ekranni bitta bosganingizda 100% chiqadi, to'g'rimi? Ana shuni surasiz bu yoqqa 200% bo'ladi. Ana shunda ovoz baland bo'ladi. 200% qilib. Shuni. Mana yana bitta. Endi bosib turasiz meni ekranni 100% turgan bo'ladi. Siz shunday baland qilasiz, bu tomonga tortasiz, ko'p bo'lib 200% turadi. Ovoz. Xo'pmi? Ana shunday qilib qo'yinglar. Hamma shunday qilsin, ovoz pasaymaydi. Hop, Sarah is very curious about how things work, especially in science. Sara science, tabiiy fanlarga qiziq ekan. U text books, ya'ni matnli kitob olgan-ku. Matnli kitob o'qishdan rohatlanmaydi. U o'zini o'zgartirish xohlar ekan va jihozlardan foydalanar ekan va darsda ko'proq narsalardan o'rganish xohlar ekan darsda. Bunga javobimiz bo'lgan prefers to practical experiment and rather reading from books. Ya'ni kitob o'qishdan ko'ra amaliy experiencelar qilish degani bo'ladi bu. Hop, D, A, B, D oldik. Belgilab qo'ysam shular. A, B, D. A, B, D oldik. Keyingisi. Leo wills peace and quiet when he studies and prefers to work without interruption. He learns best when he can choose what to focus on and when fixed schedule or working too much with others. Leo o'qishida o'sha interruption degani xalaqit berishlardan qochar ekanda Leo va o'zini yaxshi o'qishni xohlar ekan va yaxshi fokus bilan dars qilar ekan. U alohida boshqalar bilan reja tuzib olgan ekan dars qilish haqida. Bunga javobimiz C bo'ladi. Tinchlikda dars qiladigan va o'zini rejasi bilan dars qiladigan degani bu. Belgilab qo'yamiz. Xo'p, ana endi sizlarga mana bu e'lonni tashlasam. E'londan ham ko'ra, mana bu e'londan ham ko'ra bizda zo'r narsa bor-da. Mana o'sha mashq. Xo'p. Telegram sal bir mikrofon o'ynab olyapti-da. Ulanmoqda bu. Sal muammolar bo'lishi mumkin Telegramda, xo'pmi? Boshdagisi readingda. Reading boshlayman. Mana bular ishlasangiz ochib olsam ham. Yo'q. Yo'q. Xo'p. Hozir sizlarga tashlayman. Ishlaymiz. Uylar haqida bu.
Uylar haqida. Xo'p, ham qaytib chiqib kirib yopsar bir muammo bor shekilli. Muammo bor menimcha shekilli. Xo'p, sizlarga bitta zoomga kirib chiqaymi, hozir qaytaman. Zoomda hech kim yo'q. Bu mushtir zoom. O'chirib qo'yaman zoomda. Hech kim kirmagan ekan, o'chirib qo'ydim zoomda. Endi sizlarga mana bu statementlari mana shu Multiple Master Foundation'da hamma olsin degandim. Tashlayapman. Ko'pchilik O'ni bilmayman. Lekin olib ishlatish kerak mana. Darajasi E2 B1 darajada. Bemalol hammaga to'g'ri keladi bu. B2 darajada bo'lsangiz ham ko'rishingiz kerak. Foundation kitobda. Foundation. Mana bu kitob olasiz. Umuman dars qanaqa bo'layotganini bilmayapman. Nimaga? Nima bo'layapti? Ekran yo'q, ovoz bo'linyapti. Yana aytaman, u sizni internetingizdan bo'lyapti. Xo'pmi? Internetingizdan bo'ladi. Menda hammasi yaxshi. Hozir o'zim o'chirdim ekranni, hozir yana yoqaman. Internetingizdan bo'ladi. Internet yaxshi ishlaydigan joyga borib oling. Yo, siz zapis tashlangan payt yana ko'rib olasiz. Xo'p. Birga nima javob olamiz? Birga. Qani hamma yozsin, qani. Birga nima javob olamiz? Birga. Dars boshlangan payti bugun abitda ham aytdim buni. Hozir men bilan 3 odam o'tiribdi. Men bilan 6 odam o'tiribdi. 3 odam chiqib ketgan. Olim qo'ygan. Dars yozib olyapti deydi mana bu yerda. Shu bilan chiqib ketadi qo'yganlar.
Yozib olingan dars baribir hech kim ko'rmaydi-ku. To'g'rimi? Yozib olingan darsni. Bir. Qolganlarda-chi? Qolganlarini tashlasa, xo'pmi? Yeah. Men chiqib ketib qoldimmi? Qara, 5 ta mana birinchi rasm 5 dan boshlagan, keyingi rasmda bu. Xo'pmi? Hop, bunday qilsak bo'ldi. Hozir yoqaman ekran. Endi mana matnni tashlash uchun ekranni o'chirib qo'ygandim. Hop. Xo'p. Qarasam, avgustdasanmi? Exercise nechida? 20 19 14. Mana bu 16 ekan. 17 18 mana 19. Xo'p, birga har doim mana bu 7 dan boshlaymiz. Xo'pmi? Mana A dan boshlab o'qimaymiz. A'dan boshlab o'qiymiz. Har doim 7 dan boshlaymiz. The upside down house. Everything in this house is upside down. Mana bunaqa uy ekanda qisqasi. Ya'ni nima deydi? Teskari uy ekan. Teskari. Tomi pastda ekan mana. Birsi. Hozir ko'ramiz. Va buni qavat tepada ekan. Teskari ekanda uy. Va hatto o'rindiqlari ham, mebellari ham shunaqa ekan. Xo'p, ana endi bu yerda qaysi javob bo'ladi? Men variantlar birin-ketin o'qiyapman. Qaysi javob bo'ladi? Birga albatta S javobimiz to'g'ri kelyapti. To'ppa-to'g'risi. Darajasi osonroq bu materialda. Aytyapman-ku. Endi darajasi osonroq nisbatan. Qisqasi birsida. Deydi bo'lmayapti. Xo'p, keyingisi 2 ni qo'yaylik. Hay. 2. Is a showy house. Ya'ni tufli uyga o'xshagan. G'alati uyda o'qiyapsiz. Ya'ni katta but. Mana bunaqa ekan, mana rasmda. A man built va bu yerda bolalar o'ynayotgan va uxlayotgan. Ichkarisida. Hop. To'ppa-to'g'ri, ya'ni oyoqni shaklida bo'lgan. To'g'ri, oyoq shaklida. Hop, birga biza S oldik. Mana S oldik. Keyingisiga I oldik. 2ga. Uchga endi. Ya'ni toshdan qurilgan uy. Bu uy ikkita tosh qurilgan ekan. Ikkita baland toshdan qurilgan ekan va multfilmga o'xshab ketgan. Va bu yerda bizga javobimiz bor mana. D javobimiz to'g'ri. A home built between two gigant rocks. Ya'ni ikkita gigant toshdan qurilgan bu uy. 4. Bubble house. The home make round shapes, ya'ni dumaloq
shakllardan iborat ekan va bu bubble'larga o'xshab ketgan. Mana bunaqa uy ekan. Bubble house. Xo'p, bu yerda nima deyilgan bizlarga? Xo'p, 4 ga nima javob olamiz? 4 ga. Qanaqa javob olsak 4? 4ni men hozir topib olaman. Mana shu paytda tashlab ketish kerak 4ni. 5 ga o'taman men. Ana sizlarda qanaqa fikrlar bor ekan bitta so'rayapman. 5 ga o'taylik. The Toiled House. Bu katta, gigant hojatxona ekan va uni dunyo bo'ylab qo'llab-quvvatlashar ekan. U mana hojatxona degani qayda qoldi? Mana B bo'ladi javobimiz bunga. D va B ham bo'ldi. B, D. Hop. 6 ga. The Glass House. Ya'ni shishadan qurilgan uy ekan. Ya'ni devorlari shishadan mashhur ekanda. Asosan. Hop, mana bu yerda bordi. House where people clear. Glass. Qani glass. Ma'noda. Ikkala taniq ko'rinadi. Mana shunda ajobimiz. Bir. A. To'g'ri. 4T. 4ga ich javob olinyapti. To'g'ri, ich javob. Rounds deyilyapti. To'g'ri, ich javob olsak bo'ladi 4ga. A. 4ga ich. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Hop, ich javob oldik. Ana endi bizada keyingisi Airplane House. Yana bu nimaga o'xshaydi ekan? Aeroportga o'xshaydi. Aeroportga. G javob oling. Ha, to'ppa-to'g'ri. Flying, ya'ni uchayotgan mashinaga o'xshaydi ekan. To'ppa-to'g'ri. Bizada oxirgisi 8 qolib Narrow House, ya'ni tor house ekan mana. Bu haqida men Instagramda ko'rgandim. Endi esimga tushib ketdi. Men rasmga qarab, juda tor ekanda. Torda juda uy juda tor ekan va tor xonalardan iborat ekan. 8 ga hozir ko'ramiz. 8 ga endi to'g'ri javobimiz The Tiny House. To'ppa-to'g'ri. Material oson. Agar 8 ni 8 ga topsangiz bu zo'r degani. Material oson. Buni 8 ni 8 ga topish ham kerak-da, material osonligiga qaraganda. To'g'rimi? Topish. Xo'p. Bo'ldi. Mana shular. Reading part 2 mana shunday bo'ladi. Sizlarga yana vazifa qoldiraman Reading part 2 bo'yicha, xo'pmi? Reading part 2 bo'yicha yana vazifalar bor. Mana shu vazifalar videosi bilan xolos, oson. Foundation kitobi o'zi osonda. Asosan bu Foundation kitobi General English o'qiyotganlar uchun-da. Lekin materiallar sifatli bo'lgani uchun oson bo'lishiga qaramasdan men foydalanaman darslarimda. Xo'p, darsimiz zo'r bo'ldi degan umiddaman. Ko'p narsalar o'rgatdim. Mana praktis ham qildik. O'zim tahlil qilib berdim. Nimalar qanday qilib ishlashni o'rgatdim sizlarga. Dars faylini va videosini sizlarga tashlab beraman xudo xohlasa. Va yana bir ikkita materiallar qoldiraman ishlashingizga. Xo'p, darsimiz qanday bo'ldi? Manfaatli bo'ldimi darsimiz? Xudo xohlasa, endi ertaga 13:00 da dars o'tamiz. Xo'pmi? Ertaga 13:00 da. Hop, qaysi safarga qaraylik, qaysi safar ekanmiz 13:00 da. Ertaga xudo xohlasa praktika qilamiz. 13:00 da praktika.
Qiyinroq reading tashlab bering. Reading tashlaganman. Rahmat, yaxshi bo'ldi.